3 padişahlık. Zaman halkıgan muşavir. 38. bab. Dianmo'nun yeni qoğdug'uchisi. Mifang Mijinni tashlab qo'yib, o'zi Shujo'ga ketmasdan, balki Mijo'ga maktub yozdi. Dianmo'mu buningga ancha iranchib ketmadi. Faqat Mijin Puyangda bo'lsa, Liu Bei Mi jamiyati bilan birlashib ololmaydi. Yana kelib, uning Chang'anga berib Xoqonni qutqizishdek texmi muhim ishi bor edi. Hash-bash tugacha 10 kun o'tib ketdi. Fuyangning kun bitish qo'viqiga 5000 nafar sarxil otliq lashkar yig'ildi. Dian Wei, Xu Chu, Zhao Yun, Saurin og'i-ini, Shahu og'i-ini qatorliq ozroqli nomi bor song'ullarning hammasi jam bo'ldi. Bu qitim Sav hamma nemisini do'g'i tikkan edi. Dian Momu tunji qitim savutni kiydi. Gerçi qosh-tosh shirni Zhao Yunga qaytirib bergan bo'lsa-mu, lekin minimalg'ini Sav yenidan tanlab bergan qon ot edi. Kun bitish qo'viqqa kelgan chog'da Sav qatorliqlar uni kutib turardi. Zichi, tez keling. Zichi, uni tunimsiz. Sav kulgunicha orqasidagi 20 necha yoshlik bir yigitni ko'rsatdi. Dianmo u yigitga qarab edi, o'zi nihoyat tambal, kuchtungur edi. Uchisiga savut kiyib, o'ng qo'lida nayzini tutib, so'l qo'lida beliga esilgan shamsharni besib turardi. Ko'zlaridan bir xil ushqun chaqnab turardi. Bu odam qarmoqqa yomon ko'rinadi-ku. Lekin Dianmo har qancha qilibmi asli olmadi. Acaba bu Sav yenidan qabul qilgan sarkarda o'xshamamdi? Qisqigina orliqda Dianmo o'ylangan bo'lsa-mu, ko'z oldidagi bu odamni biror yerda ko'rganligini esiga ololmadi. U beshini chayqagandan keyin yigit Sav-Savning ishorati bilan oldiga chiqib salom berdi. Peqir Savang, parmog'i binoan taqsirining yasovuli bo'lib, o'zlarini qo'llash yo'lida jinimni pido qilishga roziman. Voy onam-ey. Savang, Savziyo. Sav rostli mardlik qilibdi-ku. Hatto o'g'lini uning qo'g'dig'i chiqib beribdi. Zichi, o'g'lim, zishing junkanlag'i yetmaydi. Ammo u shuncha kuchtungur. Jangi mohir. Kichigidan ot minish o'qiya etishga amroq edi. Yeningizda tursa, sizning bexatarligingizni qo'g'diy oladi. Sav qo'llarini qovushtirgunicha beshidan oyog'igacha Savangga sap soldi. Ko'zlaridan faxrlanish hissiyoti chiqib turardi. Ko'rinishda Savangdan nihoyat rozi bo'lgandek edi. Sav odamni yaxshi taniydigan bo'lib, Savangmu rostli uni umidsizlantirmadi. Tarixda Sav bema'ni ish qilganlikdan Jangshu qo'shin boshlab qo'g'lab kelganda o'zining etini Savga o'tinib berib, piyoda holda Savni qo'g'dab, Vanchangda muhosirni bo'sib chiqib, shu jangda o'lib ketgan edi. Agar u o'lib ketmagan bo'lsa, keyin Savpig'i navbatni tagmaydi. Begzade, bo'ldi tuzut qilmang. Menga yasavol bo'lsangiz, sal sayohat keraksiz. Dedi Dianmo ko'nglida sal qo'rnish his qilib. Salohiyat jihatdan aytganda, u Sav oilasining cho'ng begzodasi. Yosh jihatdan aytganda, u Dianmodan necha yosh cho'ng edi. Uni qo'g'dug'uchi qilishdan Dianmo sal sarosimiga tushib qelyotdi. Sav teg'i eg'iz ochmayla, Savang qaddini ruslab, jaronliq ovozda mundoq dedi. Otam taqsirini tangdashsiz istidod egisi. Qadimdan hozirgacha bu jahonda tang keladigan odam yo'q. Qo'shinimizning bugungi kunga ulisha olishining hammasi taqsirining esil tadbirlari bilan atrofli planlashining natijasi. Taqsirining bexatarligini qo'g'dash, Sav jamiyatimizning saltanatini qo'g'donlik bo'ladi degan. Yana bir ish. Taqsir meni Begzode demay, Ziyo deb chaqirsilili bo'ladi. Qo'shinda sarkarda lashkarli bor, Begzodi yo'q. Voy onam-ey. Sav bo'ladi ekan-ku. Savangni nihoyat yaxshi tarbiyalabdi. Gapni shundoq chiroyli qiladi ekan. Qandoqli qarsam, ko'zimga issiq ko'rinyotadi. Savang gapini tugatgandan keyin rostilla Dianmoning qo'lidan yuganni elib, uning etini yetiladi. Biroq Sav ishora qilgandan keyin uchaylan baliqdan mengib chiqdi. Zichi,
Bu Soltak jang maydonida haqiqatan boshqalardan ustun turadi. Sizning bexatarligingizni qo'g'dashda meningcha cho'ng masala chiqmaydi. Biroq bu o'g'lim kichkidan ot minish, o'qiya etish bilanli bo'lib, o'qishga ancha qiziqmaydigan. Shunga uning faqat jasoratida va parasti yo'q qari qo'saq bo'lib kelishini xohlamayman. Hozir yenimda qalamdorlardan siz bor. Qalamdorlardan 3 song'un bor. Shunga jahondagi hech qanday baylardan qo'rqmayman. Biroq bir kunlarda bizmi qerimiz. Shu kunlarda uning buyuk xanda o'zi yolg'iz kelishini xohlamayman. Maqsadini tushungansiz, Sov gapni nihoyatda aniq qilgan edi. Sov jasoratlik, ammo farosatsiz. Jang qilishga bo'ladi, ammo bir kunlarda Sovning egiligini ilkiga elishi tas. Qadimkilarning qoidasi bo'yicha cho'ngni qo'yib kichkini varis qilishga bo'lmaydi. Sov cho'ng bagzodi bo'lish sifati bilan tabiiyla Sovning izbosari bo'ladi. Bu izbosarga bir ustoz lozim edi. Sovning yodiga kelgan odam dal Dianmo edi. Dianmo ko'nglida voh, posibonim chiqibdi menga cho'ng qalpoq kiydirib qo'ydi-ku. Lekin men cho'qim yordam qilishga kafolatlik qila olmayman deb o'yladi. Ustoz bo'lishdek ishda Dianmoning hech qancha ishonchi yo'q edi. Ya'ni kelib tarbiyalaydig'ini Sov oilasining cho'ng bagzodisi tursa, u gap anglamasa o'zining amali yo'q-da. Dianmoning ko'nglidagini bilib olgandek, Sov qadimini to'xtatib, qo'li bilan ishora qilib edi. Sov darhol yetib keldi. Mushavirga o'zing gap qil. Peqir taqsirini o'z og'am o'rnida ko'raman. Taqsirining gapi otamning gapiga o'xshash. Mayli qandoq topshiriqlari bo'lsin, Peqir hargiz bosh tortmayman. Hargiz og'rinmayman, ham norozimi bo'lmayman. Bir eg'izli gap, buningdan keyin taqsir nima desalar, deganlari bo'yicha qilaman. Sovning gaplari o'rinliq, qarashlari samimiy edi. Xuddi otamdek ko'raman. Gap bu darajagacha aytilgandan keyin Dianmo rad qilishga amalsiz qoldi. U cho'nqur bir tenib olib, Sovga qaraganicha astoydillik bilan shundoq dedi. Pasibonim, xotirjam bo'lsizlar. Ziyovni qurbimning yetishicha yaxshi tarbiyalayman. U mening bexatarligimni qo'g'disa, Peqirmo uni hargiz xatar ichida qo'ymayman. Tarixiy taraqqiyot nuqtasi jihatdan aytganda, Sovning yana 2 yillik umri bor edi. Lekin o'zi orlashib, tarix choqining izini o'zgartish alomatlari ko'rilgachga, uning jinini saqlab qolalaydi. Sov ko'zini qisib qo'yib, Sovning oldida Dianmoga qo'lini juplab salom berdi. Amasa, o'g'lim Sovni sizga topshirdim. Pasibonim, bu nima qilganlari? Peqirning haddim emas. Dianmo oldirab tenab Sovni yo'ladi. Aniqli u mening qo'g'dig'uchim bo'ladigan tursa, men uningga qo'g'dig'uchi bo'ladigandek qilib ketgani nemisi? Shundoq qilib, ish mushundoq bekitilib, Sov etig'i mindi. Sov bo'lsa, tashabbuskorlik bilan Dianmoni yo'lab otga mindirdi. Buni ko'rgan Sov rozimanlik bilan beshini lang'ishdi. Oldi tarafda song'ullar oldingi ratda tizilib turardi. Orqada bo'lsa 5000 otliq lashkar ratlik sap tuzib turardi. Qoida bo'yicha yurishga chiqishdan burun qasamyod qilinadi. Sov belidagi shamsharni sug'urib osmonga qaratganicha tovladi. Guanzhongda qaroqchilar adab, xaqonimiz xo'rliqqa uchirdi. Bizlar xan xaqonligining sodiq amri bo'lish sutimiz bilan qaroqchilarni tozalab, xanni yo'lab, xaqonimizni bo'ri o'zidan qutqizib chiqamiz. Nusrat kuchimiz! Nusrat kuchimiz! Nusrat kuchimiz! Lashkarda birdek ovoz bilan tovlashdi. Odamning jangovarligini qo'zg'aydigan shuorlarning tovlanishi bilan borliq kishilarning qonlari qaynab toshdi. Orqadan Sov shamshiri bilan ko'mpetish tarafni ko'rsatib tovladi. Otlaninglar! Cho'ng qo'shin ko'mpetish tarafga qarab yurib ketdi. Fuyang bilan Chang'anning orliqi ancha yaqin emas bo'lib, to'p-to'g'ri
1200 chaqirim keladi. Har qancha jiddiy yurish qilsa-mu 10 kun menish kerak edi. Bu 10 kun vaqt ichida ular hamma ishdan xabarsiz qoladigan bo'lib, orqada nima ish yuz berganligini, Chang'anda nima ish yuz berayotganligini bilolmaydi. Shunga bundaq uzun orliqqa yurish qilishning xavf xatri haqiqatan bak zo'r edi. Albatta, Genmo tayyorlagan ikki parcha maktubni necha kunning oldida avatib o'tkazga, Chang'anga borgan chog'da ahvolning plandagidek bo'lishiga ishonadi. Lekin necha kundan keyin Sulu oymiqining tabasiga kirgandan keyinmi, cho'ng qo'shin hech qanday to'salg'uga uchramadi. Bu Sovsovning ko'nglidagi farzining to'g'riligini texmi bak isbotlab turadi. Chang'an tarafdagi ishlar cho'qim Genmoning o'rinlashtirishi bo'yicha bo'lib o'tadi. Hakan qo'lga tushayli deb qoldi.